işisi gibi bile kıymetli il bilen deydi. Üzgün etmedi şuna göre bu afet barbar tezden çiğnilir deyip ümitlenemiz. Elbette yama şartlarda yama turmuş rəvişi barlıqqa keldi. Ama barbar aktiflikni yo'qotmaymiz, barbar xizmat etamiz, ishlaymiz. Endi bugün de özümün grajdanlık vazifamni başkardım. Endi bu bir mühim şara, bizning tarixiy şara Rossiya ko'lamida. Çünkü aytırga kerak, o konstitutsiya tüp zakon olarak her vakit zamanla tengel bo'lirga tegish. Endi mana 20 yil içinde dünyada siyasi vaziyatlar bir o'zgardi. Elimiz içinde de o'zgarishlar, yangi shartlar, yangi talablar paydo bo'ldi. Shunga ko'ra endi bu düzeltmelerde sotsial kunish problemalarni, ilning imminligini saqlashga bek aniq e'tibor berilgan. Ham endi albatta baribizning tar dunyosini ko'rsatgan tatar tilining yozmishi, milliy ma'rifning yozmishi, Konstitutsiyaning 68-maddasida davlat Rossiyada yashagan xalqlarning tugan tillarini saqlashni garantiyali, ana tuduruga, ana o'qituga şartlar tudurunda garantiyali. Bu ma'naviy yoqdan düzeltme bütün xalqlarga da o'z milliy ma'rif sistemalarini buldurga mumkinlik beradi. Shunga ko'ra men kelajakka umid bilan qarayman. Anasin ma'lum Timur Sharipov inisiativasi bilan parlament qarshısında tatar tilini saqlab bo'yicha maxsus komissiya ishlayajak. Ana yetakchisi Marat Shahmetov belgilandi. Shunga ko'ra to'xaytgancha bizning quyosh botsa da vaqtli shag'na o'tgan.